Hamyonmi? Ichida nima bor ekan? Pul bor ekan. Hozir bu pulga ota-onamga bozorlik qilib boraman. Bir xursand bo'lishsin. Ko'payibdimi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, mayli. Bu pulga ozgina qo'shib, ota-onam yashaydigan uyni ta'mirlayman. Meni duo qilishsin, xursand bo'lishsin. Yo qudratingdan. Ey Xudo, ko'nglimdagiday ish bo'ldi. Xotinim anchadan buyon alohida ko'chib chiqaylik deb yotgandi. Bu pulga yangi uy olib, eskisiga ota-onamni qoldirib ketaman. Pullar qani? Qayoqqa yo'qoldi? Tushunmay qoldim. Qani pullar? Nima bo'lyapti o'zi? Jin ursin. Ota-yu onangni yodingda tutsang, qilgan mehnatingda unum bo'ladi. Nogahon ularni dildan unutsang, shu on topganing ham qurum bo'ladi.